Hurmatli aka-ukalarimiz, hozir kelgan joyimizda Yunusobod 18-kvartal 2-etaj parkovkaga ega, podvaliga ega 5 xona 125 kvadratli uyni ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, bu yo'lak qismimiz. O'ng qo'lga kirganda spalnigimiz, chap qo'lda alohida hammom tualetimiz razdellik. Shunday kelgandan keyin yo'lakda o'ng qo'lga qarab yursanglar, kuxnyaga ketasizlar, chap qo'lga xohlasanglar, qizlarga xohlasanglar, bolalarga xonamiz. Bu yerda keyin yana bitta xonamiz bor. Men bekorga aytmayman, 125 kvadrat. Zalimiz bu eski fasonda 4 etajkali, ikkitali o'rtasi ochilgan katta zal bu. Ana endi kuxnya qismini bitta ko'rsatib beramiz. Juda ham chiroyli. O'ng qo'lga kirganingizda hammomimiz alohida. Bu kuxnya qismimiz. Yana bitta sirli joyi bor. 2.6 balkon. Balkoni juda ham uzun. Yana eng zo'r joyi bor bu yerda. Ochganingizda alohida yana skladga joyimiz bor. Sizlarga ko'rsatib bergan uyimiz 125 kvadratga 125 ming dollar bo'ldi. Ikkinchi etaj legend. Telegram kanallarimizda lokatsiyamiz bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Yaxshilikni ko'rishinglar, uyli bo'linglar.